qiladi dabba bilan. Bir Azizbek ukamizning temperaturasini o'lchaymiz hozir. Azizbek degan bir namanganlik ukamiz bor. Yaqinda zikr sotuvdim o'ziga. O'zida xursand bo'lib ketuvdi. Chetga chiqsak ko'p turlarni qilib beradi-da. El Makon degan tur kompaniya agentsiyasi bor. Chetga jo'natadi. Biz 31-yanvarda 10 kishi sinfdoshlarim, jo'ralarim bilan Vyetnamga ketmoqchimiz. Damogani o'shanga biletlarni bron qilib qo'yganmiz. 10 ta odam biznes klassda uchamiz. Короче, 10 ming dollarlik tur sotib olganmiz-da. Siz dedim, qilavering Azizbek dedim, men pulini aniq to'layman dedim. Bo'ldi dedim, mana bu yoqda peripiskani ko'rsataman sizlarga. Mana 100% bron bo'ldi, hamma narsani gaplashdik. Mana eng asosiysi hal bo'ldi, brat bo'ldi. Mana 100% bron bo'ldi dedim. Men bu yoqda yozganman, qaranglar. Agar to'lamasak, meni bo'ynimga qo'yib yuboradi deb. Xullas, agar to'lamasa, buni bo'yniga qolib ketish kerak. Endi hozir telefon qilamiz, короче, bora olmayotgan bo'lib qoldik deb hozir hazillashaman. O'ziga va telefon qilib temperaturasini o'lchaylik bir. O'ladi hozir bu. 10 ming dollarga tushdim deb o'ylaydi-da bu qani. Endi PUBG deb yozib qo'yganman, eskidan shunga Instagramda PUBG nima bilan shug'ullanyapti-da. Temperaturasini o'lchaymiz hozir. Azizbek, yaxshimisiz? Ahmad aka, o'zingizmi? Ha, rahmat. Qanday, charchamayapsizmi? Tinch aka. Bilani admin qilamiz demasak bo'ldi aka. Bila, hammasi orqaga qarab nima qilyapti? O'shani admin qilsak bo'ladimi? Bila, hammasi o'zim. U hammasi o'zimni bo'ynimga qolib ketyapti. Shuni bora olmayotgan bo'lyapmiz. Nima? Tashqani bo'lding aka, aplatib turibdi-yu. Men bo'ynimga qo'yadi aka. Buni bilan nimadir qilmasak bo'lmaydi. Shuncha gaplashdingiz-ku, shuncha bir hafta shu mavzu cho'zildi. Sengacha yetmadimi? Bermayman deb. Shuni aytmadi-da, shuni nima qilsak bo'ladi endi? Yozib beradi aka, shu shtrasga tushamiz-da. Yo'g'e. Chunki biletni zayn turibdi hozir. Gaplashish ertaga. Keyindan keyin 3-4 kishi bo'lib keyin boramiz, siz keyin uni bronka bermay qo'yasiz, keyin menga. Imizlashib biznesdan boramiz bo'lsangiz. Yo'g'e. Hali vaqt borku, hali dushanba kuni kechalik bo'lish kerak aka, shuni gaplashib qo'yingchi. Agar bormayotgan bo'lsa nima qilamiz endi? Admin qoramiz endi, iloji yo'q. 10 kishi bormayapti aka, hammasi. Bu 3tasi, 2tasi bor ekan bo'lyapti, qolgan hammasi bunday edi, qimmat ekan, to'da u biznes qiladi. Bron qiladi, dabba bilan. Yo'q. Endi hozir kech qurib-ku, ertaga endi yasham endi. Dushanbaga boradi, keyin dushanba kuni yozib qo'yamiz. Men bir gaplashib ko'rayapman hozir, bir amallar biling. Qarab qo'yarkan-da, hamma bormaganing 2 dollar bergansan, vahima qo'ying aka. Bo'ldi, xo'p.